Qo'yliq, mana ikkita odam, qo'yliq. Recipe qo'yliq, Food City yuramiz, ikkita odam. Onasi. Alo. Eshityapman. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Dadasi, siz so'ramoqchi edim. Mayli. Hozir siz bugun o'yinlarni ko'rib kelsam degandim. Ha, mayli, xo'p. Faqat sabr qilib tur, men bugun ertaroq boraman. Bolalarga o'zim uyda qarab turaman, sen bemalol borib kelib olasan. Aha, xo'p, rahmat. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizdan bekinib o'tiribsizmi? Yo'q, hozir keldim. Hayol bilan o'tirib qolibman. Yuring ketdik uyga. Bo'ldi, sen chiqaver, hozir chiqaman. Bo'pti, ham. Onasi kelyapsanmi? Ha, mana keldim. Sen bularni qara, men bugun Anhordan nimalar olib keldim. Voy. Instagram profiliga obuna bo'ldim. Ha. Mana shunaqa set qo'yibdi, qara. Asl narxi 450 ming so'm bo'lgan mahsulotlarni 290 mingdan qilib qo'yibdi. Voy, Anhora? Anhor. Shularda hammasi atiga 290 ming qilib qo'yibdi. Men bularni nimaga oldim aytaymi? Bularni yakshanba kuni oyim bilan dadamni ko'rishga boramiz-ku. Ana o'shanda olib ketamiz. Xursand bo'lib qoladi. Yaxshi qilsiz. Xo'p, desangiz endi borib oyimni ko'rib kelsam. Yo, mayli, bemalol borib ko'rib kelishing mumkin. Maylimi? Mayli. Borib, onajoning ko'rib, mazza qilib suhbatlashib kelaver. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Onasi, Ha? nega boshqacha bo'lib qolding? Yo'q, boshqacha bo'lganim yo'q. Mana bu setni mani nomimdan olib borib, o'tirib kelgan. Voy, oyimgami? Voy, rostdan. Rostdan. Bir xil qilib oldim. Voy, rahmat. Sani menga berganligi uchun arzimagan mani sovg'am. Rahmat. Yo'ldan mayda-chuyda qilib 4 ta issiq non olish esingdan chiqmasin. Ha, xo'p. Yaxshi o'tiring. Yaxshi borib kelgin. Oyi, Voy, assalomu voy alaykum. keldingmi? Voy ko'zimdan o'tib turuvding a. Keldim. Yaxshimisan? Oyi, Sog'liqlaring yaxshimi? O'zing Yaxshi tinchmisan? o'tiribsiz. Oyog'im og'rigancha tura olmadim. Yo'q, o'tiravering. Charchamayapsizmi? Voy, yuribsan? Voy, kuyovingiz berib yubordilar sizga. Voy, nima qilardi ovora bo'lib. Voy, nega unaqa deysiz? Bolalaring bilan o'zing maza qilib yemaysanmi? Yo'q, uyda bor, oyijon. Voy, rahmat qizim, rahmat. Qani ilohi omin. Ilohim qo'shganing bilan qo'sha qay. Yaqin dunyolarga sig'mas, sinovlarga yengilmas, aslo hech xorlanmay, qalbi go'zal ayol.